Ali ibn Abi Talib so'zi. Ilm moldan yaxshiroq. Chunki molni boyligini siz qo'raysiz. Ilm bo'lsa sizni qo'raydi. Molni nafaqa ozaytirsa, ilmni sarflashingiz bilan ko'payadi. Ilm hokim, mol mahkum. Qul bo'ladi moliga. Ilm moldan yaxshiroq. Chunki molni siz qo'raysiz, ilm sizni qo'raydi. Masalan, tongga tungi zikrlarda aytib olasiz bo'ldi. Yotardan oldin oyatlar kursini aytib qo'yasiz. Hojatxonaga kirishdan oldingi duo bor, uy kirayotgandagi duo bor, chiqqandagi duo bor. Bo'ldi, sizni qo'rayveradi farishtalar. Boylikka o'ta haris bo'lib qolsa ish bo'ldi. Demak, molni biz qo'raymiz ekan, ilm bizni qo'raydi ekan. Va molni infoq qilganingiz sari ozayaveradi, ilmni sarflagan sari ko'payaveradi. Qancha puli bor odamlar tirik bo'lib turib o'lib qoldi. Va qancha olimlar o'lib ketdi. Lekin ilmlar hozirgacha qoldi. Ularda asarlari qalblarda hozirgacha bor. Imom Buxoriy, mana Malik, Tirmiziy hammasini o'tyapmiz-ku. Harada bularga savob boraveradi, harada.